Alo, Assalomu alaykum. aka yaxshimisiz? Ha, rahmat. Anaqa mana fermerlarni teraklarini uchqanog'i jonimizga tegdi. Iye. Mana bitta o'g'il tilab olganman ikkita qizdan keyin. Bu allergik keyin. Eshikka chiqolmay o'tiribmiz necha kundan beri. Ertalab o'tib ketayotganda o'g'liga gapirsam qibol ekan taniysiz-a? Ha. Gapirsam terakka gapiringchi deyin. Meni erman qilgandek qilib. Ekologiyaga telefon qildim. Ekologiyaga telefon qilsam, uchastkovoy bilan rais hal qiladi dedi. Bir yordam bering Anaqa aka. uchastkovoy hal qiladi unaqa uchayotgan narsalarni. Hozir yangi qonunlarimiz chiqyapti opa, xudo xolasa ash terak kesish bo'yicha uchastkovoylarni hammasini ash taqa pixib uchaydigan teraklarga biriktiryapti hozir opa. Har bitta uchastkovoyga 800 tadan terak baylanyapti hozir. Biz ash uchatganlar yig'ishtirgan bo'lyapmiz hozir. Tepani bitta uchastkovoyga o'rtacha 800 ta 1000 tadan terak tushyapti opa. Biz ash uchastkovoylar mana yangi haftadan xudo xolasa faqat terak aylanadigan bo'lyapmiz. Biz qolgan ishlarimiz ham tugadi, faqat terakka chiqasizlar deyapti. Mana bolam allergikda yo'talib Sog'lig'i hammamiz uchun kerak, opa, to'g'ri aytyapsiz, to'g'ri. bo'pti-ku. Bo'pti, rahmat opa, sog' bo'linglar. Rahmat.